Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Men hozir Shvetsariyaning Vali rayonidagi Sanluk deydigan kichik bir tog'liq kentda, bu tog'liq kent men turadigan Verkoran degan kentning dal qarshisiga joylashgan. Lekin dengiz yuzining egizligi Verkorandan texmi egiz. Men hozir turayotgan yerning egizligi 2200 metr la atrofida. Odatda Sanluk degan kentning o'zi 1600 metr. O yerdan pastdan bu yoqqa odatda 1,5 soatlarda asta mengib chiqib bo'ladi. Chunki 600 metr bo'lgan bilan xili tik bo'lg'ashqa Ilon Bog'ri tog' yo'lini bo'ylab mengib chiqamiz. Oldi bilan atrofdagi manzillardan biroz bahrlantiray sizlarni. Mana bu men turadigan Verkoran degan kent dal qarshi tarafida. Quyosh parlab turgan chiroyli kun bo'ldi. Texim ustiga chiqay deb o'zimni sal besib oldim. Chunki yuqori o'rligan seri mana o'simlik yepinchisi bağan seri azayıp bardı. Şoňaşqa 2200 metr egizlik mo, xeli yaxşı egizlik bolgandan keyin müşä turib kitap okup beray dep oýladım. Mana ahara bir kelip joylashib olturdum. Gapning oçygyny etsem, her qitim sirtqa bir kitap okuş üçün çıqqanymda bir yaxşı yerni tanlap orunlaşymga xeli jiq vaqt ketdi. Lekin işqisi yo'q. Işini menki Moşunçilik ajr qığınımğa düşlük, her biringlar çoqum yaxşı görüp, yaxtırıp anlaysızlar əsərini. Hem bu güzel mənzirlərdən bəhrə alısızlar. Xoş, hazır Abdüşkür Muhammed Emin'nin muhabbet keşmişi təsvirlənən əsər Əzgülük Malaikasini davamlaşdırıb oxub bermən. İşini mən ki, mərhum alimimizin ruhi çoqum şatlanıdı. Xoş. İkinci bölüm. Galip kabahat. Beğişlama. Kabahat bolsa galip ezgülüktün, akar zerdap yeşi hatta ölüktün. Yoluqdi ak ettörgül kum koyunğa, onun kalbini kör bu körgülüktün. 10. bab. Gezende ailenin zinneti. Qarğılıqdır ol nadallıqның eti, onda hasıl zomegerlik hürmeti. Nə ilaj əl işsə tərsalıq meyni, ol erurdana güzellik külpiti. İsmi çiraylıq nərslərinin həmmisi için yaxşı və güzel boluşuna atayın. Oxşaşla haqaretlik atalmalar astideki nərslərinin həmmisi saxta, qəbih, xunuk boluşuna atayın. Mana bu şundaq jahan. Sosyalistik medeniyet zor inqilabi dep başlanğan, keyin namini proletariat medeniyet zor inqilabi dep ataşqa özgertken vaqtlarning biride men Rənanı başlap, beri aşxanada mehman qaldım. Men onunğa mundaq dedim. Siz bir güzel gül ediniz. Men bulbul bolalmadım. Siz mebdunkar bir qız ediniz. Men sizge bəxt beğişli almadım. Ahırlışar degen təlbiliklər ahırlaşmadı. Əmdeki tayping borunu, kölümü və əsəbilikidin gül çiçeklərini əməz, dub və çınar, şəmşat dərəxlərini mı, bulbul və dödünlərini əməz, yilpiz və yolbaslarını mı yeksan qılıdığandək xırs qılıvatıdı. Siz insan, qul əməz. Mustaqil adam, mening qo'shimcham emas. Siz texi 26 yoshga to'lmadingiz. Hayot yo'lingiz uzoq. Men qozondek qaynatilaman. Siz tuvoqdek azob chekmang. Shunga insonlik burchim bilan o'z huquqingizning, o'z ixtiyorligingizdekini sizga aslatay deyman. Muhabbat, hurmatim menga saqlanadi. Xijil bo'lmay, taqdir yo'lingizni tanlang.
Ra'na ko'zimga qarab ho'maydi va bu yana bir nikohimiz bo'lib qolsin. Jazo maydonida to'y murosimi o'tkazadiganlarmi bizdek odam-ku, dedi. Men rozi bo'ldim. Ammo bu kichikgina rangdor go'zal qushning qiyomat bo'ronlarida yoshlik bahorini qazon qilishiga ichim og'ridi. Men daryoda eqib kelayotgan javohirat qochilangan sanduq emas, balki betalay Tohirman. 4,5 yillik mushkullarim yetarlik. Yana men keyin podshoh bo'ladigan qul Yusuf payg'ambarmi emas? Oldimmi jazira, orqammi dashti cho'l, dedim men. Dal bizning yurtimiz va uning kishilaridakmi? dedi u manli kulib. Oxiri biz texmi amroqlashib qaytdik. Daqdumboqlar Navoiy muqomiga emas, bola qaza muqomiga chilinishga boshladi. G'arbiy diyor ziyolilari xalq cho'chaklarida so'zlanganidek, u semiz men o'roq, sen toz degicha men toz davolay rohiyatiga to'ldi. Bizni 1966-yilning hiliqi ajdaho qo'pqan kuni maktab kutubxonasiga yig'ib, beshimizga 70 cm egiz qog'oz quloq kiygizgan kuni san'at maktabida g'alati ish yuz berdi. Ra'naning eng yaqin kasbdoshlaridan biri go'dak o'quvchilarni quturtib, uyimizga Gezandi oila degan qora xatni choplab, uy ichi va karabat atrofini xuddi hozirgi Erkin bozorda durdun duxovlarni to'g'risidan yergacha esib qo'yib savdo qiladigan do'konlardek haqoratlik, hakavur so'zlik, uzun sangilama cho'ng xatlik gazitlar bilan zinnatlivatdi. Yaşanğan To'xtxon opam bu qismatga hayron bo'lsa, texi kichikkina Anvar bu yo'ruq dunyodagi qaysi bayramki deb qolgandek taajjubda bo'ldi. Kirib kelgan Ra'no uchun bu kutilmagan g'alati ish edi. Cho'ng xatlik eslardagi so'zlarning o'qib chiqish qimmati yo'q bo'lgani uchun asli olmayman. Ra'no ko'ziga yosh oldi. O'zi harvaliq, eshaklik, piyoda Iroq Uyg'ur yezlaridan tanlab elib kelgan. Ota-onalari bolamiz o'qib qolsa deb yig'lab yolvurib qolgan bu go'dak o'g'il qizlardagi talbilikning o'qiyotchilarini darhol sezdi. U bir turib bu sangilama lojilarni yulib tashlag'isi keldi. Biroq u sezgur edi. O ayni zamandagi siyosiy bo'lim boshlig'i Jang Hadining oldiga berib, o'z g'azabini aytdi. Bu ayolning yo'ldoshi boshqa maktabning tartib chiqirilish oldidagi partkom sekretari bo'lg'ashqa rost gapni dedi. Hargiz yirtivatmang. Ishga hujjat bor. Kim cho'ng xatlik gezitni yirsa, naq aksin qilib chiqilinadi. Hatto qo'lga ilinadi. Men o'quvchilarga xizmat ishlay, o'zlari elivassin. Qorog'i chaplangan cho'ng xatlik gezitlarni echirqab ketgan bir qancha o'shkining eslib turib, chaylab beparvolik bilan yeb ketayotganligini ko'rgan Ra'no kuldi. Men uzun qog'oz quloqni tiqib qo'yib, uyga qaytganimda Ra'no uzun cho'ng xatlik gezitlar uzilib tushmagay deb ustiga qayrib yo'l ochgan ekan. Bekor qiptiman. Deptiman men uyga kirib. Nim bo'ldi? dedi Ra'no andikib. Bu zinnatlik magazindan xabar topgan bo'lsam, uzun quloqni kiygash keladiganman, dedim kulib. Ra'nolarning maktabidami Xinjiang universitetini do'rash boshlandi. Tantarbiya maydoniga hamma yig'ildi. Qambar xonim, Musajon Rozi, Shirali Hoshimlar tortib chiqish yig'inida uzun qog'oz qalpoq kiydirilib pashtoq chiqarildi. Ra'nomi bu qismatdan xoli bo'la olmadi. Uning kasbi, jismoniy va muhabbat rashkchilari til biriktirib elishgan edi. Qalpoq kiydirish bilan tanbiya so'zlashdan keyin ular nazorat ostida majburiy emgakka selindi.
Taqdir Ra'no bilan ikkimizga bir ekranning ikki tarafida o'xshash talvilik teatrni ko'rsatishga boshlagan edi. Kunlar shundoq o'tdi. Bir kuni meni, shuningdek Nusrat Shahida akini bir qancha pishqadamni yig'ib, bo'ynimizga yerga taqashqudak pashtanbol siyoqi taxta esishdi. Har birimizning kayniga bir aktiv kadr, bir ben, ya'ni 10 necha o'quvchi va bir qurolliq saqchi qo'shib elib mengishdi. Biz ko'chadan o'tib san'at maktabidagi uyga keldik. Ular meni ikki o'quvchi va heliqi saqchiga qo'ro oldida qartib qo'yib uyga kirib ketishdi. Bu rasmiy uy aqtirish, qurol aqtirish nomidagi bulangchilik bo'lib, atalmış jangovar atrat chiqimlariga fond yig'ish va arlab qaqti so'qti qilish edi. Ular sanduq chamadonlarni aqtirib, Ra'noning zira siriga o'zuk bulapkalarini elishdi. Kiyimlarini burjuaziyacha deb qaychilab qirqishdi. Albomlardagi ota-onamning suratlarini xoin deb qirqib, ko'zlarini o'yishdi. Ruscha kitoblarni, hatto Marks kitoblarini revizionizm deb, keyincha boshqa kitob, qo'l yozmalarimni tengib elib ketishdi. Shu arada ular Ra'no qarshilik qilg'ashqa uningga Abdushukurning maydonida turamsan yoki biz bilan bir maydonda turamsan deb tahdid soldi. Ra'no, albatta Abdushukurning maydonida turaman degashga, uni ittirib o'z uyidan tortib chiqib, mening yenimda turg'izib qo'ydi. Böshikdagi Akbar qo'rsqi ichib, chirqirab yig'lab ketganda, opam ming yolvursimi Ra'noni o'z o'g'lini emgizishga kirgizmadi. Hatto kimdir biri Abdushukurning maydonida turganining suti zahar, go'dak bolani zaharlamoqchimisan deyishdi. Hayronman. Shu qiz o'quvchi ona, hatto momo bo'lgandi ha? U hozir bu ishlardan nomus, vijdon azobi his qilamdigandi. To'xtgan opam chiday olmay o'zini o'stanga tashlab olmoqchi bo'ldi. Uni o'lsang aksilik qilmoqchi bo'lasan deb tutib oldi. Akbar yig'lab teliqib tinjib qolganda, ular qizil bayroqni ko'tarib, kitoblarni yudib, uzun bir qur bo'lib mashqqa dastlab chiqib ketishdi. Necha kun o'tmay san'at maktabdimi bu do'ramchilik takrorlandi. Texmi go'dak o'quvchilar Ra'noning qolgan kiyimlari, suratlarini qirqadi. Laylamplik uyning to'g'risidagi yomg'ir o'tganda qayta chaplangan yerni qurol yoshirgan, avtomat yoshirgan joy ochimiz deb turib oldi. Oxiri ular to'g'risini ochdi. Qo'rqitayotganlar nimadandir qo'rqishsa kerak. Uy aqtirishdan niyat shu edi. Ular hammani buzib chuvgandan keyin beparvolik bilan kitob ko'ydirishga, maydonga yig'ilish uchun pitirab ketishdi. Shundoq Şinjan Universiteti, Şinjan Sanat Maktabining top maydonlarida kitob ko'ydirishdan iborat inqilobiy madaniyat faoliyatlari o'tkazildi. Nadan va namrat yurtda bo'lib o'tgan bu tarsa harakatga ulinib, necha yillab o'qish tashlangan uzun safar, cho'ng inqilob, alam ko'rishi boshlanib ketdi. Uzoq qolmay qizil qo'g'dog'uchilar bir-biriga qarshi tosh to'qmoq, bomba miltiq, avtomat atadigan ikki lagerga, huquqdorlarga qarshi isyonkorlar, huquqdorlarni qo'g'dog'uchilarga ayrildi. Shahar sim to'siqlar bilan chegaralangan atalmış azad rayonlarga bo'lindi.
Sınıflar, kütüpxanalar, kino, teatrxanalar, qorallanıp algan qızıl qoğduğuçular bilen uzun səpərçilər bargahıga aylandı. Bu hərəkət tarixda misli görülmegen deb ataldı. Dərvəqə, tarixda misli görülmegen hadislər mislisiz edi. Mən məktəbə yığıb elinğan qara gezəndilər ətirti tutqunları qatarida yergila töşək selinğan sınıflarda yetişqi məcbur boldum. Məcburi əmgək, boyniga sazayı taxtı esib meniş, küreş yığınları, 10.000 kişilik çoğun küreş yığınları, dahi sörtüge təzim, mana bular bizning kunlarimiz edi. Ra'noning beshiga tushgan alamni yezishqa yurak chidamaydi. Kichkina maktabi va ayni zamon san'at artistlarining oshirib do'rash mahorati hammaga ayonqu. Kitaplarımızdan bir qismi, cümleden Yipak yolida milletlerinin köçüş tarihi, usul estetikisi uçuriki şu qitimda köydürüldü. Ben bu, yani 11. babdaki rubayini yazdım. 11. bab, asabiy yıllar, ezilgan dillar. Telvilik peymanidin qabahat açtı, cin şeytan perizat nami almaştı. Güzellik davasın qılğan albastı, ezgülük gülüge kelip yağmaştı. İşçilara teşviqat ətirdi, işçilar sınıfının ideyalarga vəkillik qilishmedi. Derezidən sakrab, sırtmaqqa esilib, suğu sakrab, zəhər içib ölüb alıdığanlar köpəydi. Her xil usul bilen öldürülgenler asabi yıllarının hazalları idi. Ra'nanın keynige nadan kız okuğuçular kirib aldı. Ular kız ayallarımızın tolusının milli an'anaviy çaşlarını qisqartib, kesiş asabilikidan zaharlangan edi. Ular Ra'nanın o'shqi keladigan sumbul chechini shuncha tügüp bantılıb alsımı, qayçılaysan deb kündi kelib alattı. Şuarlar tovdışatdı. 3. güne tushdan keyin kelib, çoqum öz-özünge kasturimiz deb ketishdi. Men tushlik tamoq vaqtida her narsaning bir dolqini bo'ladi. Bugun shanba, ular baldur tamashaga ketishni xohlaydi. Tushdan keyin vaqtni sal so'zalisiniz, qo'rsoq ichib qaytishni o'ylaydi. Ata yakshanba, dushanba yana nima ish bo'lishini kim biladi? So'zing vaqtni, ketkizing toqatini, chashni kesmang, dedim. O kelgan qizlarga 2 yostiq tushgan chashni ko'rsatib, an'anaviy chash odatlarini so'zlabdi. Ular tötkona, feodallik deganda men mavjushi so'zlardan uzundan o'qib, ideyani ozod qilay. Mavjushi butni dehqonlar o'zi yasagan, o'zi buzudu demaganmidi deb ularni qaytiribdi. Ra'naning arasida ayollik latofati va go'zallik aurasi, ya'ni hayotning nur chambari barqib turgan chechi saqlanib qoldi. İkinci qitimliq chash kesish dolqini ko'tarilmadi. Biz iqtisodda qiynalg'ashqa 2 yostiq tushgan chashni keraksiz narsalar yig'adigan do'konda xelili pulga setib, Anvar Akbarga kiyim oldik. Dushanba kurash sazoyi qaynab ketdi. Bizning maktabda yük mashinalariga selib Burg'on shahidi Muhammed Emin Eminovlarni kurash qilg'ili elib keldi. Oxiri uzun sap bo'lib, top maydonidagi pashtoq oldida bo'ynimizga taxti esib kurashga tushdik. Har birimizning keynida 2 to'mir belak cho'yun musht turadi. Oxiri
yük maşınlarga selip isyançılar rayoni koçalarda sazay qaldı. Boyunda taxta, yandı tömür belek, boynum talganda besip şapkamni koçaga tushiribdi. Beşimizden arkadaki maşinadaki qizil qo'g'dug'uchi pelemot etib ko'chini chang keltiribdi. Maşinlarda kanaylar varqiraydi. Yolda do'qmushda idora maktablarining jin shayton deb atalgan munavvar kishileri qo'llariga das chelak elib, qog'oz quloq kiyib, taxta esib, sazoyi qildirilyotdi. Dünya qip-qizil qiyomat. Qiyomatda adolat, riyosat bo'lib, jinoyat aniqlanadi ekan. Buni qandaqmi qiyomat degili bo'lsin? Uyga bir parcha chaylib etilgan go'shtak laxta bo'lib qaytdim. Arliqdagi tashlanib ketgan yoshlar bog'chisi daraxtlari orasidagi chimliqqa o'zimni tashildim. Beparvo tabiat, sus bulut pardalari bilan ko'kirib turgan osmon. Ko'zimga illiq yosh keldi va yana boboram mashrabni yodimga keltirdim. Eli darvozasini bir tepib ochdim deb uning so'zini takrorlab o'rnimdan dast turdim va asta talkining davonidan karvon to'xtamay o'tdi. Sulaymon yig'lagan bilan Elohun yig'lamay o'tdi deb g'ingshidim. O yillari avrishim naqshlardan jasorat qo'shoqlarini ustun qo'yatdim va söyettim. Uyga kirsem xuddi çuvilgan uva. Şinjan Üniversitetidan bir türküm kishi bir yük mashinasi bilan kelib, allaqachon bizning maoshimiz hisobiga setib olgan karavot, shera, o'rindiq, kitob ishkaflarini yo'lsiz to'shib, qeyri onam, bovoq ham go'dak bolalarni xish yerda yetishga mecbur qilgan ekan. Sazoy qilinib beshimdan otgan pelemot o'qlari yetmagandek, Ra'naning aqalli insoniy turmushini vayron qilishgan ekan. Ilojsiz ko'mirxona, bir chaqda o'shki beqib, ustida bola amgizarman degan o'shki qotini ustidagi ko'ni karvat taxtaylarni elib kirib, ayol bolalarni sig'iladigan to'shaklikka ega qildim. Ahval Sadirning qo'rsoq ochganda qiyish tasma kavob bo'ldi deganidek edi. Ra'na sana tegmasam bu kunlar yo'q edi demedi. O ko'pga kelgan ofat bajoyiki to'y degandek biz beshida tosh perqiravatgan yolg'iz jin tugman emasligimizni esimga soldi. Men cho'qim surishtirman. Setib olgan hujjat tursa, agar hujjatlarni bo'ron so'qqan bo'lsa, zambilch qilib to'qib bo'lsa-mu karvat yasayman dedim. Men yana biz bir mashina bo'lib qoldik desam, Ra'na qandaq mashina deb so'radi. Biz yiqidan qayg'u alamni selivatsa, yana bir yiqidan umid var iroda bo'lib chiqadigan mashina dedim men. Shu yili 2 kishilik karvat yasadim. Magazinlarni arlab, mal o'ragan to'mir chambar, chasvakni yig'ib, karavatni to'qib chiqdim. Apam ko'da tar karavatda yotadi. Bolalarning cho'ngi kichik bolalar karvatiga, kichiki aramizga joylashdi. Men 4 yilgacha bir-birlab boshqa uy jihozlarini,
shira, o'rindiq, bolalar o'rindiqlari, kiyim ishkabi, qochqumush ishkabi. Nimamga chechimda bir narsa sochib shuraydi. Men 4 yilgacha bir-birlab boshqa uy jihozlarini, shira, o'rindiq, bolalar o'rindiqlari, kiyim ishkabi, qochqumush ishkabi va sirtiga tunika naqsh chekkan sanduqlar yasadim. Boshqalarning kiyim ishkabini yasab berib, yog'och hal qilgan edi. Men yazda o'gizlarga loy selish, maktab dehqonchilik maydonida qoliq qotini erig'dash, tammash, ya'ni xo'chang selish, ko'ni uylarni chuvish, qishda par qozoniga o't yiqish, ko'mir tushirish, par qozonlarning detini chekib tushirish, par qozonlarning qorumlarini tozalash bilan bo'ldi. Bekor chog'larimda ruboiyat, savdoliq taajjubnomasi, qadimki Markaziy Osiyo kitoblarini yoshirun yezib turdim. Rana o'qib bo'lib, mavzuning so'rtini kayniga xish ostiga yoshirib qo'yatdi. Ishbarxon haqidagi tarixiy roman tezisi va bosh qismi sharq go'zalini saqlab berishga olgan sut sotquchi ayol qazo qilib ketib, u burun ko'mgan yerida kichik tunika silindr ko'ri ichida qoldi. Ancha uzun o'tmay Rana ig'royoq bo'lib qoldi. Lahmini cho'nqur ko'lash degan chaqiriq bilan boshlangan yer ostida havo mudofaa o'nkiri qizish amgikiga buyurildik. Hamma kishi 15 kun, men 20 yil kun ko'rmaydigan, yer osti suyi chipildab turadigan toshliq Sandongbi, ya'ni 3 tosh g'o'lidagi Xinjiang universiteti kutubxonasi janubiy yo'nalishidagi ig'iz tegida tosh to'p qizish to'sh bilan bo'ldi. Qo'limda jo'tu parhatdak, biroq bu qozg'inim lahma. G'erib qalbimga sherindak, o'zingsan qiblai Makka. Güzel Rana, mushaqqatdir, chechak bu so'ygi bog'ida, nesib shu na karomatdir, ko'milgan jabri tog'iga. 12 bob. Ochi miltiqning ikki tarafida. Men g'irib bo'ldim go'ya paloqdiki, u sanam bo'ldi titilgan dog'diki. Xuddi hijron qaychisi miltiq ana, na bo'ron gul qizg'a bu gul chaqdiki. Rana 29 yoshga amdili kirgan edi. U bag'rida 3-g'onchisini tikkan gul edi. Men shaharning janubidagi qadimki Rumtay qal'asi xarobiligi, Ulanbay suv ombiri bilan Yanxu, ya'ni Tuzko'li ximiya zavodi orlig'idagi madaniyat ma'rif sistemasi dehqonchilik maydonida maktabimizdan chiqqan bir qism qora gezandi bilan amgak qildim. Gami uy, kunda necha vaqt mavzudong so'rtiga salom doklad qilish, umash qo'noq o'rnini bo'z sug'urish mashg'ulotimiz edi. Yaqinroq joyda Teyipjon Eliyov, Abdukerim xo'jalarning amgak guruhi ishlaydi. Cheksiz sho'r zaminni yer ostidan chiqarilgan suv bilan terish uchun ilgirkilar qir tirgan salgan edi. Biz bug'doylikni agizdan boshlab sug'oratdik. To'lim chashqan ovulari va sho'r to'p tupayli doim qirlarni suv elib ketadi.
Keçileri açlıqdan keynimizge itni əgəşdirib, 2 qitim kirp tutub, laylab, gülxanda etildirib, qarnını yerib yedik. Şu günü səhər, texi etisin kəlmigən edim. Topuluq yolda çan kötürülüb, sür bir pikap ətrət işikede toxtadı. Neriroqda biri aqqa o'tiratdi. Men bu nima ishora? Kirpi go'shi biri uvalliq bo'ldimi deb beharam bo'ldim. Yenimga 2 odam keldi. Ular meni to'naytdi. İkisi 2 qo'limdan ching qarmab tutib, pikapning orqa tarafida o'ltirg'izdi. Mashinaning orqa sandig'iga yuk taqam tashlandi. To'puluq yo'lga tushdik. Meni maktabdagi bir sinfga tashildi. U yerda Qosimov, Nuriyov, Abbos Burxon qatorliq kishilar, xizmatchi ishchilarmi yuk taqalari bilan o'ltiratdi. Biz yuk mashinasi bilan Nanmandagi mashhur xalq teatrxonasining orqa sahna zaliga keltirildik. Zalda va yondagi uyda nurg'unlagan to'nish, notonish er kishi. Bu Uyg'ur ziyolilari bir kechadala uymi-uy tutilgan edi. Darvoza sirtida harbiylar almishib post turatdi. Bizni harbiylar boshqaratdi. Polga yotgan ko'rpalarimizni silib, qator tizilib joylashdik. Har xil ruhiyat. Ba'zilari beparvo, ba'zilari aloqzoda, ba'zilari yig'i aralash parishon edi. Men so'zilib, belikimni beshimning ostida qo'yib yotatdim. Birdinla Ra'naning zakunlashayotgan ovozi bilan 3-4 harbiyning qo'pol ovozi anglandi. Men ushqandek dalonga chiqdim. Ajoyib manzara. Qo'shqanotlik ishxonada 4 askar nayzilik miltiqlarini qoychilashtirib, ishikni to'sib turibdi. Ular ko'kraklariga o'qdan asqan. Ra'na cho'ng yaqiliq, so'sin gullik ko'nglik kiygan. Nihoyatda chiroylik yasangan bo'lib, har qitimqidek ig'ir xorliq paytida alohida g'urur bilan olpita kiyingan edi. Uning kiyinishi bir xil san'atlashgan axloq bilan kishini jalb qilib, ehtirom tuyg'usi qo'zg'aydi. U oddiy, arzon raxtdan yarishimliq kiyimlar tikkizib, xos uslub yaratgan. Uning kiyinishi tarinishini pat-pat ayollar, qizlar taqlid qilishatdi. Ra'na so'zlab qoyil qilolmay, o'zini qapas shodisiga urgan qushdek qaychigiralashgan miltiqchilarga surkilib, mening ismimni varqirmoqda edi. Oxiri askar boshliqining roziligi bilan uning sovg'isi shu qatorda men amroq yugoza ichiga tatliq selingan tungancha qo'ymoqni topshirib oldim. Qo'rqmang, dedim men. Mening artistlikdan boshqa yakka jinoyatim yo'q. Men ko'zir bo'lib qoldim. Hozircha ko'zimni qum bosmaydi. Ehtiyot qiling, ehtiyot, aql va sabr. Uning tegi oltin. Balalardan xotirjam bo'ling. Urush bo'lib yo'tkab ketmislar. Qo'yinning umri kalta. Heliqi mashinani unutilib qolmang. Qayg'uni umid va xo'shallikqa aylantiradigan mashinani. Bizni ayiravatdi. Men yataqqa kirib, so'zlib yatdim. 15 yugozani sanadim. Nemishqidir ko'nglimga 15-kuni uyda tamoq yeydikanman degan alang'u fikr keldi. Shundoq, ba'zi tasodifiylik mohiyatlardan bishorat beradi. Vovoto deb ataladigan o'ttirsi kavak toshdek zag'ra o'rnam bilan har kuni birdan yugozini qo'shib yeb turdim. Ba'zida dal menga udul to'g'risidan
patqudek töşük arqılıq porlaşqan alma və soğuğan kavap düşətdi. Bu bina tüpside koçığa qartıb pelimot tiklep yatqan əsgərlər yoki baqqal kavapçılar ne musadara qılıdığan cüsadü, yani işçilar patrol etretdi, oğulcuları ikerlikini qiyas qılattım. Bu Nesreddin Efendi'nin dərixinin üstüdeki Mekke yoludek qoşumça ozuqimiz idi. Arada bizni yer astı öyiga yerim gün yetkedi. Bu qarangı tar öyler bulup qarmaqqa paxal, çığ toqulmalarda ilgiri qamalğanlar yatqan bolsa gerek. Der haqiqat, faşistik diktatura, umumyüzlük diktatura xalqimiz beshiga ne kütbətlərini salmadı. Ayni yıllarda hatta jahonga mashhur Uyg'ur usul malikisi Sadda Aqko'ngil Qambar xonimmi shu jiddiy tutqunga mubtala bo'ldi. Kun o'ltirgan qash qaraygan edi. Biz zalda guruhlarga bo'lindik. Sirtqa bir qancha harbiy avtobus va qurolliq askarlar to'lgan yuk mashinalari to'plashgan edi. Rangi cho'nqur kelgan bir polik komandiri bu ishni boshqaryapti. Men maktabimizdagilarni asos qilgan bir avtobusga chiqdim. Askarlar yuk taqlarni bir yuk mashinasiga tashildi. Qarong'uda yo'lga chiqdik. Mashinalar elektri stolbalariga yaqin yoki yiroq manganda orqamizdagi qurolliq harbiylar mashinasining soyisi oldimizda paydo bo'ladi. Ular betlangan nayzilik miltiqlarini qo'llariga elishatdi. Shahar yiroqda qoldi. Tosh yo'ldanmi chiqib ketdik. Qayerga, nima uchun yo'tkalganligimiz sir edi. Men avtobus ishiki yanida o'ltiratdim. Avtobus to'niki ochiq edi. Yodimga Isa payg'ambarning osmonga chiqib ketgini kelib ko'ldim. Ba'zilar mo'nglansa, ba'zilari ichida durt o'qishatdi. Avtobusda qurolliq boshqurg'uchi bo'lg'ashqa hech kim ovoz chiqarishmadi. Aramizda yana qandaq personajning bor yo'qligini kim bilsin texi. Nimdiga ig'ir kunlara biz o'zimizning mashina garajiga qamalganligimizni bildik. Bu uyning o'ttirisi benzin purab turadigan azgal, atrofi bo'sh, darvozasi cho'ng qanotliq edi. Ostimizdagi moylashib ketgan g'ishta yotqimiz kelmadi. Bizni elib kelgan harbiy bizga hozir ekspartiyaning g'ol kishilari tutilganligini, biz agash kuchi bo'lib, hozirgi ziddiyat yanala xalq ichidagi ziddiyatligini, bu Mauzdong ideyasini o'rganish kursi ekanligini aytdi. Men ikki taraf qo'ydim. Biri bu iskilatga rais Mauzdongning so'rtini esish, yana biri birdan kegiz hech bo'lmaganda ostimizga bo'ri selish edi. O'ylashmoq bo'ldi. Hal qilmadi. Men yetish oldida sirtqa tahoratga chiqqanimda, heliqi harbiy kishi bo'rda to'sigan tahoratxona yenidagi qurolliq postga bir qadam neri mangan kishini etish haqida buyruq berganini anglab yandim. Ahvol jiddiy edi. Quluplangan iskilat darvozasi yo'chqi tahorat eriqi bo'lib qoldi. Biz bu yerda 13 kun turib qoldik. Bir-birlab chaqirib so'roq qiladi. Ba'zilari aloqzada bo'lib, ba'zilari xo'shal, ba'zilari hayronlikda chiqadi. Aloqzadalari o'zaro pichirlashib oladi. Menmi chaqiraldim. So'roqchi: "Sen aldangan, pash qilsanglar uyga qaytsan", dedi. Men o'ngchi xizmat ko'rsatdi deb ular meni olmaydi.
Bo'lmasa xizmat ko'rsatdim dedim. So'roqchi qarab qo'yib, "Rasma?" dedi. O mening qalpiqim barligini bilmabdi ekan. Men yenib chiqdim. Mas'ul topshirganlarning ayollari idoralaridan idora rahbarlari keldi. Ular maqtilib, qizilgul qataldi. Bizga ulardan o'g'inish chaqiriq qilindi. Ular pikaplarga o'ltirib qaytishdi. Kim bilsin, birer oy qo'yib etilib, keyin rasmiy qo'lga elindi. Bu kichikroq harbiy gazarma bo'lib, tutqunlarning oilalari har yoqdan tingtinglab qo'raga to'plashqili turdi. Tunji bo'lib, mening Ra'noyim Anvar Akbar ikki o'g'limni elib chiqqan edi. Ra'no yig'ladi. Balalar mayislandi. Bu qayer ekan deb so'radim men. Shisan vokzali yenidiki harbiy gazarma dedi Ra'no tafsili tushundirib. Qandoq chiqaladingiz bu yiroq yerga? Yana so'rdim men. O ahvolni so'zlab berdi. Ra'noga ig'royoq bo'lg'ili 7 oy bo'lgan edi. Shahar vokzalida bu yoqqa mangadigan poyez bo'lmag'achqa, may poyezining 60 tonnalik cho'ng baklarining biriga chiqqan. Kichikkina reshotkaning bir yeniga Anvarni, quchqiga Akbarni o'ltirg'izib, urush yerlaridagi qaysar qiz ayollardek yo'lga chiqqan. Tonel xatarlik emasmidi? Dedim men chiday olmay. Dastlab o'ylamabdiman, bir chaqda tor, qorong'u, istolgan tonelga o'qdak kirib ketayotganimda nima qilishni bilolmadim. Balalarning ko'zini yumdirdim, ularni bag'rimga bosdim, dedi u botirona tabassum bilan. Ra'no Shisan vokzalini tunji ko'rish bo'lib, 2 kilometr yiroqlikdagi azgalga joylashgan bu gazarmani uning sim to'siqlaridan qiyosan topgan. U egiz pas to'piliq yo'lda, pijg'irim oftobda kelayotganida qurolliq askar buyruq bilan uni yo'lda to'xtatib qo'ygan. Orqadan tutilganlarning oila tavalari ko'payib bir turkum bo'lgandan keyinla ularga yo'l qo'ygan edi. Ra'no xeyli uzun hijron tayyorligida bir talay narsa elib chiqqan edi. Kim bilsin, u qaytib 2 kundan keyin odatdagi bir askar to'limu mas'uliyatsizlik bilan isklat eshigini ochib, "O'g'inish kursi yepildi, o'yinglarga qaytinglar" deb qo'yib chiqib ketdi. Biz yukdoqlarimizni yudib, bo'sh poyezdlarga chiqib elib, shaharga ulashib oldik. Keyin xuddi vokzaldan chiqqan musofirlardek shahar ko'chalarini to'ldirib yurib ketdik. Yana bir bob o'qiyday. 13-bob. Sirliq to'zan. Qabohat go'yoki ming boshliq yılan, jadugar heylisi qat-qatdan yaman. Ba'zida jallotdek hayvi qilsimu, ba'zida hijiyar parizat simon. Uyga qaytganimga hammadan ko'p xo'shal bo'lg'ini Ra'no bo'ldi. Men mundaq bir ruboyini uningga sovg'a qildim. Nadanning ilkida aqlim junundur, ki namert panjida jismim o'tundur. Dema, husni uning taqvoyi gulbargi, qizartgan rangini nur asli xundur. Kunlar o'tib uyimizga mendan xelali yosh, pokiz kiyingan oqsir bir yigit kirib keldi. U to'lima adablik bo'lib, ovozi muloyim, so'zlari qaysar edi. U nemishqa demay nemishga, ojiz demay zaif,
qiziq demay ajab degandek bir yurish iborasi bilanmi qiziqarliq edi. U o'zini tonishtirib ismini T etdi va bizga cho'qinadigan muxlisligini qayd qildi. U jiddiylashib, yot odam yo'qligini surishtirib, g'alita siyonliqqa o'tdi. Milliy zulm, xalq uyg'unishi, adolatsizlik, erlik vijdon haqidagi yog'lamalari bilan parang qozonini qizdirgandan keyin to'limdan to'qmoq chiqqandakla taqqa chiqib meni saqlab turgan azimatlar bilan ko'rishishga, ularga yetakchilik qilishga taklif qilib kelganligini aytdi. U hozir hamma narsa xuddi moylari to'liq, mengishga hozirlangan mashinaga o'xshaydi, faqat bir shofir yo'q dedi. Men pisand qilmaslikning xatarlikligini, aksicha darhol uningga yoshlik qilmang, bu tuyuq yo'l deb tarbiya bergan maydonda ko'rinishim lozimligini sezdim va shunday qildim. Rana gangpandimlab elib kirdi. U yigit har xil kulib meni sal masxara qilgan, qo'rqinchoq deb bilgan ko'rinishlarni ko'rsatgandan keyin bak ezilib, yuraksoda bo'lib ketibsizlar dedi va menga ayrim, bizning uyimiz xoli bir qo'ru, sizga 5 qizni, har biri sohib chamal yosh qizlar taq qilib qo'yaman. Ichilib, yeyilib o'ynaysiz. Shundoq bir qancha qitim ko'ngil ichib, yurak cho'ng'aygandan keyin javob bersingizmi bo'ladi. Ati bo'lamdi, dedi u. Men oilada baxtli ekanligimni, bu ishdan menga yarashmaydiganligini aytdim. U bildim. Rana xonimdan ayrilib bir qadammi bosolmaydi ekansiz. Men yana kelaman, deb chiqib ketdi. Men ahvolni Ranaga aytib, uni sagaklashtirib qo'ydim. Atsi tushlik tomoqdan keyin maktabga, amgakka, yog'ochchilikqa ketishimni morlab turib uyga kiribdi. Uyda Rana bor ekan. U Ranaga Xotandan Ulug'nisoxon degan ayol kelgan edi. U xonim siz bilan ko'rishishni qattiq talab qilyotdi. Men boshlab borsam, debdi. Rana men undaq birini to'nimayman. Men to'nimasam, menda muhim ishim bo'lmaydi. Shunga bora olmayman, deb javob beribdi. U unimag'andan keyin Rana "Atiga javob beray, ha?" debdi. U ketgandan keyin ahvolni Rana menga aytdi. Men ishtiha kuchlik, kanara ojiz bo'lib turganini qarang. Yaqinda dash qozonga o't yoqilganligi va uningga tashlaydigan g'animatlarni yig'ib olishga odam ajratilganligini pamlab turibdiman. Bu natonish bedik bizni to'zoqqa dastib, heliqi dash qozonga o'lgirtishga va'da qilmasa, konidak chaplashib olmaydi, dedim. Qanday qilamiz, dedi Rana. Siz ham donogu, dedim men. Tashkilga aytimiz deyli, dedi Rana. Tashkillar har xil, tashkil bilmaydigan tashkillar bo'ladi. Shunga imkoniyat qoldirib, bizni jinoyat yo'liga boshlamang, bo'lmasa bosh soqchiga aytib, madad tilashga to'g'ri keladi deyli, dedim. U Ranaga telefon nomerini, telefonda saqlaydigan vaqtni berib ketgachga, Rana shunday javob qildi. Oxiri bu Rodupay nailoj yo'qoldi. Ammo yana bir kishi menga yo'lda uchrab qoldi. Sizni bir haftadan beri izlayapman. Men sizni elib ketishga maxsus vazifa bilan chet eldan kelgan kishining aloqachisi. Vaqt zich. 2 kungacha javob kutamiz. Ondan keyin yo'lga chiqsizlar. Oilangizni biz kutamiz, dedi. Men mag'rur kulib, ota-onam aeroplan bilan elib ketmek bo'lganda ketmay, bugun etiz eriqda o'milab hamoqat emasman. Menga keraki vatan va o'z kasbim.
Bu 10.000 qitim oylangan cevap. Dedim. O tatırıp, Mehrullah, qayta oylanın, dedi. Çok çekmezler. Mehrullah men emesmen, men şükrullah, dedim. Dünyada məngü yoşurğulu boladigan sır yo'q. Sır faqat öz mezgilidan keyin oshkorlandi xolos. Yıllar o'tdi. Bir kuni tar ko'chada bizning uyga 2 qitim kelgan heliqi yigit bilan soqili pokiz elinmagan chetdan kelgan kishining aloqachisi bilan do'qirishib qoldik. U umrida bir qitim chin so'zildi. U Ra'noga qarab, akamizni g'aroqqa zakuska qilib etmak bo'lgan edik. Amma xonim komissari aqlliq chiqdi, dedi-de udul ketib qoldi. Anlasam, madaniyat inqilobi oxirlashgandan keyin bu bisaqal o'z obyektlaridan nurg'un mush degan. Men madaniyat inqilobi boshlanganda mundaq bir she'r yozgan edim. Bulbulum ya beg'imda bir umr xandoni qil, ya meni quzg'un to'pining ayshiga qurboni qil. Gül pərisi, ya meni xilvat ko'ngil mehmoni qil, ya meni timsoh lahanglar qorniga yamdoni qil. Ay yüzün birla qo'shiq bo'lsa, nomus birla aql, har balo yetsa beshinga tavrimay xo'p chora qil. Ra'no haqiqatan qaysar va hushyor murabbi, dilbar va hozir aql homi edi. Uningsiz bu qasd kudam qaynab tashqan qabohat to'pan balosida soddilikdan salomat qilishim mumkin emas edi. Seningsiz ushbu olamda g'iriblik haslab aşqay, uni ham kam bilib, hatto piqirliq tangi yamashqay. Özün sen ko'zga nur, bu jonga harorat, dilga vijdon ham. Nazar ko'zing qarosini ko'rib, qasd iblisi qashqay. Quyosh ko'kda beparvodur, beshimga kelsa na qismat. Biroq mehring quyoshi xasta, bu sinamga nur chashqay. Na hojat bo'lmasang Ra'no yenimda, bog'u bo'stonmu? Faqat sen birli Ra'noyim, umrga ma'no o'rnashqay. Esa she'r. Ma'qul amsa, bugun mo'shinchilik o'qib beray. Kelar qitim davomlashtiramiz. Xayr xo'sh, aman bo'ling, salomat bo'ling.